Assalomu alaykum. Miniski mototsikl ishqiboz akalar. Mana bugun 12-avgust. Bir 15 kun oldin bu ish planeta 4 mototsiklimizni chiqargan edik. Hamma shunaqa umidjon, dinamket bo'lsa olardim, dinamlik bo'lsa olardim deydi. Mana bu mototsiklimizni dinam qilib qo'ydik akajon. Oldin akkumulyatorida, endi hozir dinamli qilib qo'ydik. Bez akkumulyator yurgizsangiz bo'ladi. Svetlariga cho'r yoqib qo'ydik. Ish planeta 4 mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu orqa balonni holati aka, Petrashina mana yozuvlari ham chiqib turibdi. Petrashina hali yuradi 2-3 yil mana. Mana bu gulishitlarning holati, amazatorlar mana ko'ring, bir boshdan video qilib beraman. Karburatorlar yangi. Aka bu eng asosiysi buni yangi motorini o'zim remont qilib qo'ydim aka. Vallarini, gilzalarini remont qilib tayyor qilib qo'ydim. Hozircha obkatkada mototsikl behijolat. Hamma yo'g'ini motorini so'rang, aytaman. Mana oldi balonining holati, mana bu oldi vilkalari aka, vilkalari ishlaydi. Mana ko'ring, hamma yo'g'i ramalari butun aka. Mana shu ish planeta 4. Mana hozir yurgizib beraman. Mana gulishitillari aka. Mana ko'zjuqlari ko'ring, hozir yurgizib beraman. Bir quloq solib ko'rasiz motorlariga. Bitta akamiz jicha motorda shum bor degan ekan, unda darvozaxonada turadi, jicha ovozlar. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'ringchi, birorta joyda ovoz bor, bir eshitdimchi aka, hozir gazdan berib ko'raman. Mana u qarab turing, hozir mana gaz berib ko'raman. Mana shu ish planeta 4 aka. Motori tovida aka. Mototsiklga javob beramiz. Bu mototsikl Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida turibdi. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Agar kerak bo'lsa aloqaga chiqishingiz mumkin. Yoqqan bo'lsa, bu mototsiklimiz narxi 4,5 million so'm. Endi uzoqroqqa olib ketsangiz, dastlabkilar ham bor. Kelishilgan narxda aka. Mana bunaqa miniski ham bor. Kuzatib borsangiz, miniskini ham ko'rsatamiz.